Do'stlar, assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Bugun yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim yo'g'on ichak hamda to'g'ri ichak o'smalari qanday operatsiya qilinadi yoki qanday davolanadi, qachon operatsiya qilish kerak, qachon davolash kerak. Shu haqida qisqacha bir ma'lumot. Endi bu albatta har bitta bemor davolash uchun to'liq individual, ya'ni har bitta bemor alohida yondashuvni talab qiladi. Misol uchun bitta bemorga to'g'ri kelgan davolash usuli ikkinchi bemorga to'g'ri kelmasligi mumkin. Men bu yerda qisqacha ma'lumot berib o'taman. Asosiy prinsiplari, davolashning asosiy prinsiplari. Qanaqa davolash qilinadi. Xullas, yo'g'on ichakda o'sma, ya'ni rak aniqlansa nima qilinadi? To'g'ri ichakda aniqlansa nima qilinadi hamda nima uchun bunaqa qilinadi? Sababi. Birdan aytib ketaman, mana bu yo'g'on ichakda aniqlansa agar asosan operatsiya yo'li bilan davolanadi. Darhol hech qanaqa ximioterapiya muolajasisiz yoki nur bermasdan turib yo'g'on ichakni birdan operatsiya qilamiz. To'g'ri ichakda esa unaqa emas. To'g'ri ichakda agar o'sma kichkina bo'lsa, birinchi bosqichda bo'lsa, birdan operatsiya qilish mumkindir. Lekin ko'pincha bizda bemorlar ikkinchi, uchinchi bosqichlarga murojaat qilishadi. O'smasi ancha katta bo'lib ketgan, 7 sm, 10 sm-gacha kattalashgan o'smalar. To'g'ri ichakda agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, birinchi ximiya hamda nur berib o'smani kichraytirish kerak. O'sishdan sekinlashtirish kerak. Keyin operatsiya qilish mumkindir. Uni ham o'ylab ko'riladi. Agar yo'g'on ichakda xuddi shuncha kattalikda o'sma bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 7 sm to'g'ri ichakda bo'lsa, birdan operatsiya qilish mumkin emas. Hozir aytib o'taman nima uchun mumkin emasligini. Agar yo'g'on ichakda bo'ladigan bo'lsa, xuddi shuncha 7 sm-dagi uni birdan operatsiya qilish mumkin. To'g'ri ichakda esa mumkin emas. Sababi hamma narsani anatomiyasi deymiz biz, anatomiyaga bog'liq narsa. Mana bu yerda men sxematik tarzda ko'rsatishga harakat qilaman. Mana misol uchun mana bu narsa yo'g'on ichak. Mana shuncha katta bo'ladi yo'g'on ichak. Mana kelib bu yerda ko'rchak joylashgan bo'lsa, mana shu xuddi shunday, mana bu yerda jigar misol uchun. Xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Qisqacha sxemasi. Mana bu to'g'ri ichak. To'g'ri ichak. Bu yerda anal teshigi, ya'ni axlat chiqib ketadigan joy. Endi qarang. Mana bu yerda to'g'ri ichakda o'sma bor deb mana gumon qilib yozib qo'yamiz mana. Bu esa yo'g'on ichakdagi o'smalar mana. Hammasini nima uchun to'g'ri ichakda birdan operatsiya qilmaymiz, yo'g'on ichakda esa birdan operatsiya qilamiz. Sababi qon bilan ta'minlanishida mana yo'g'on ichakda qon tomirlari alohida keladi. Birinchidan bu. Biz operatsiya payti mana birdan qon tomirini bog'lab o'smani tarqatib yubormasdan olib tashlash imkoniyatimiz bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan yo'g'on ichak nisbatan erkin joylashgan, qorning ichida o'ynab turadi. Nima deydi? Erkinda xullas, harakatchan joylashgan. Bo'ladi, ya'ni atrof to'qimalarga yopishmagan holda. Shu uchun biz darhol qon tomirini bog'lasak, o'sma qochib keta olmaydi hujayrasi hamda o'smani olib tashlashimiz mumkin. Bu tarafda ham xuddi shunday. Qon tomirini bitta bog'lasak, tamom, shundan ketdi. Lekin to'g'ri ichakda unaqa emas. To'g'ri ichakda mana kelsangiz qon tomirlar keladi, birdan tarqalib ketadi qon tomiri. Har tarafdan yopishib qolgan qon tomirlari. Shu uchun bitta tomirni bog'laganingizda ikkinchisi ochiq qoladi. Uchinchisi ochiq qolishi mumkin. O'smaga tegsangiz, o'smadan hujayra tushib, qon oqimiga tushib, qon bilan organizmga tarqalib ketish xavfi yuqori. Hammasini ham bog'lab olish imkoni yo'qroq. Birinchidan, ikkinchidan mana bu atrof to'qimalarga ham to'g'ri ichak yopishib turibdi. Muskullarga, yog' to'qimasiga yopishib turibdi. Xullas, hamma joydan ajratib olish qiyin. Shu sababli birinchi nur berish kerak to'g'ri ichak o'smasiga. Ximioterapiya qilish kerak. O'smani o'sishdan sekinlashtirib yoki kichraytirib, nur orqali kichraytirib, ana undan keyingina biz operatsiya qilamiz. Operatsiya qilib olib tashlanadi shu joy. Zararlangan joy, hamda yo ichak ulanadi, yo boshqa narsa qilinadi. U keyingi bitta videoda uni aytib o'tish qiyinroq. Shu uchun mana
e'tibor berish kerak. To'g'ri ichakda bo'lsa, birinchidan lichina qilish kerak, keyin operatsiya. Yo'g'on ichakda bo'lsa, birdan operatsiya qilish kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat.